أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 41. Sura Fussilat Mekkede nazil bo'lgan 54 oyat. Nihoyat shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Bu nihoyat shafqatlik, mehribon Alloh tarafidan nazil qilingan vahiydir. Oyatlar ochiq bayon qilingan kitobdir. Biladigan qavm uchun nazil bo'lgan arabcha Qur'ondir. Mu'minlarga jannat bilan xushxabar berguchidir. Kafirlarni do'zax bilan ogohlantirguchidir. Ular yana mushriklarning to'lisi, uning oyatlarini fikr qilishdan yuz o'rdi. Ular uningga quloq solmaydi. Ular payg'ambarga bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan, quloqlarimiz eg'ir, sen bilan bizning oramizda parda, ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi haqiqatan o'z ishimizni qilayli deydi. Sen o mushriklarga men sizlarga o'xshash insonman. Menga ilahinglar bir ilahdir deb vahiy qilinadi. Uningga iymon va toat ibodat bilan yuzilinglar va uningdan mag'firat tilanglar degan. Mushriklarga voy. Ular zakot bermaydi, oxiratga ishonmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga albatta uzluksiz savob beriladi. Sen ularga sizlar zaminni 2 kunda yaratgan Allohni inkor qilamsizlar va uningga sheriklar keltiramsizlar? O olamlarning parvardigoridir degan. O zaminning ustida nurg'un tog'larni yaratdi. Zaminni barakatli qildi. Ahli zaminning rizqini belgiladi. Zaminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodasiz barobar 4 kunda tamomladi. Zaminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rg'uvchilar uchun bu javobdir. Ondan o osmonni yaratishga yuzlandi. Halbuki o tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz holda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyoriy keldik dedi. Alloh 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojli ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tuvanki osmonni yulduzlar bilan zinnatladik va qo'g'didik. Bu ana shu g'olib, hammani bilguchi Allohning taqdiridir. Agar ular bu bayonotlardan keyin iymondan yuz o'risa, sen ularga sizlarni Od va Samud qavmlarining beshiga kelgan azobga o'xshash azobdan ogohlantirman degan. O'z vaqtida ularga oldi kaynidan payg'ambarlar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular agar Parvardigorimiz xolisa, cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Biz sizlarning payg'ambarliginglarni haqiqatan inkor qilamiz dedi. Od bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvatda o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Ularga bu dunyoda qarquvchi azobni tetitishimiz uchun shum kunlarda qattiq sovuq shamolni avatdiq. Oxiratning azobi texmi qarquvchidir. Ular azobni dafi qiladigan yordamga erishamaydi. Samudga bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik. Ular hidoyatdan ko'rliq, ya'ni gumrohlikni ortiq ko'rdi. Qilmishlari tufaylidan ularni qarquvchi chaqmoq azobi halok qildi. Iymon etganlarni va taqvodorlarni, ya'ni Solih alayhissalom bilan uningga ergashganlarni azobdan qutqizdik. O kunda Allohning dushmanlari do'zaxga to'planadi. Oldi orqasi yig'ilib bo'g'icha to'xtatib qo'yiladi. Ular do'zaxga kelganda, ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ularning qilmishlari haqida guvohlik beradi. Ular o'zlarining terilariga, "Nimishqa bizning zinimizga guvohlik berdinglar?" deydi. Terilari har narsani so'zlatgan Alloh bizni so'zlatdi. O dastlabda sizlarni yaratdi. Uning dargohiga qaytirilsizlar deydi. Sizlar dunyodagi cheg'inglarda quloqinglarning, ko'zinglarning, terilaringlarning sizlarning zininglarga guvohlik berishidan saqlanmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishinglardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Parvardigoringlarga qilgan ana shu qabih gumoninglar sizlarni halok qildi. Shuning bilan ziyon tortquchilardan bo'ldinglar. Agar ular azobga chidasa, chidamchanligining foydasi yo'q. Do'zax ularning joyidir. Agar ular Allohdan rozilik tilasa, hargiz rozilikka erishamaydi. Ularga biz shaytonlardan do'stlarni musallat qildik. Ular yana shaytonlar ularga oldi kendiki narsalarni, ya'ni ularning hozirgi va kelgusidagi qabih amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularga ulardan ilgari o'tgan insonlardan
va jillodan bo'lgan gunohkor shaqiy ummatlar qatorida azob so'zi tegishli bo'ldi. Chunki ular ziyon tortquvchilar edi. Kofirlar bu Qur'onga quloq solmanglar, uni ilashtirib yetinglar, sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Biz kofirlarga cho'qim qattiq azobni tetitimiz, biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlariga beriladigan jazo ana shu do'zaxdir. Ularning mangulik turadigan joyi do'zaxdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo beriladi. Kofirlar Parvardigorimiz insonlardan va jinlardan bizni ozdirganlarni bizga ko'rsatgan. Ularning eng qorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. Shubhisizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar, ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar, sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannat sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsalaringlarning hammasi bor. Ular nihoyat mag'firat qiluvchi, nihoyat mehribon Alloh tarafidan berilgan ziyofatdir deydi. Allohga, ya'ni Allohning tavhidiga va toatiga da'vat qilgan, yaxshi amallarni qilgan va men haqiqatan musulmonlardandirman degan kishidanmi yaxshi so'zlik odam bormi? Yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi. Yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in. Shunda qilsang, sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'stingdek bo'lib qoladi. Bu xislatga faqat savrchan odamlar erisha oladi. Bu xislatga faqat buyuk nasiba egasilar erisha oladi. Agar shayton seni vasvasa qilib, yuqorqi xislatni o'zlashtirmaslikka kuch ko'rsatsa, Allohga sig'inib shaytonning sharridan panoh tilegin. Alloh haqiqatan bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Kecha bilan kunduz, kun bilan oy Allohning birligi va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Quyoshga sajda qilmanglar, oyga sajda qilmanglar. Ularni yaratgan Allohga sajda qilinglar, agar faqat Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar. Agar kuffarlar cho'ngchilik qilib Allohga sajda qilishdan bosh tortsa, Parvardigoringning dargohidagilar, ya'ni farishtalar kecha-kunduz Allohga tasbih aytib turadi. Ular malol bo'lib qolmaydi. Bu Allohning birligini va qudratini ko'rsatadigan alomatlardandirki, sen zaminni qoqas ko'rsan. Uningga yomg'ir yog'dirgan vaqtimizda zamin ko'tariladi va ko'pishadi. Shubhisizki, zaminni tirildirgan zot o'liklarni albatta tirildirguvchidir. U haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni burmilab tushundiradiganlar bizga maxfiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxga tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xoliqinglarni qilinglar, shubhisizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki Qur'on kelganda uni inkor qilganlar qattiq azobga uchraydi. Shubhisizki Qur'on g'olib kitobdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan botil yuzlanmaydi. U hikmat bilan ish qiluvchi, madihiga loyiq Alloh tarafidan nozil qilingandir. Sana mushriklar tarafidan aytiladigan so'zlar faqat ilgirki payg'ambarlarga qavmlari tarafidan aytilgan so'zlardir. Shubhisizki sening Parvardigoring mag'firat egasidir va qattiq azob egasidir. Mubodi biz uni ajam tilidagi Qur'on qilib nozil qilgan bo'lsak, ular albatta nemishqa uning oyatlari biz tushunadigan tilda ro'shan bayon qilinmadi. Payg'ambar arab, kitob ajamchimi deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Ani shular yiroqdan nido qilinuvchilardir. Ya'ni ular haqni qabul qilmaslikda iymonga yiroqdan chaqirilgan, musofining yiroqligidan chaqiriqni anglamagan kishilarga o'xshaydi. Biz haqiqatan Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Bu haqda ixtilof bo'ldi. Agar Parvardigoringning ularni jazolashni qiyomatgacha kechiktirish va'dasi bo'lmasa edi, albatta ularning orasida hukm chiqariladi. Ular haqiqatan Qur'ondan ziyoda shaktidir. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, foydasi o'zigidir. Kimki yomon ish qiladi ekan, ziyni o'zigidir. Parvardigoring bandalarga zulm qiluvchi emasdir. Qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Mevalarning bo'g'inlardan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir.
O kunda Allah ularga mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. Ular sana ma'lum qilamizki, aramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik berolmaydi deydi. Ular ilgari, ya'ni dunyodagi chog'da cho'qingan ma'budlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. İnsan o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizinib ketadi. Agar biz uningga kulfatdan keyin rahmatimizni tetishsak, o cho'qim bu o'zimning tirishchanligidan kelgan, qiyomatning bo'ladiganligiga ishonmayman. Mubodi qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Albatta kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. İnsonga ne'mat ato qilsak, Parvardigorga shukr qilishdan yuz o'raydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib, haqovrlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib uzluksiz duo qiladi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar uni inkor qilsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardanmi gumroh odam yo'q. Ularga biz toki ularga Qur'onning haqiqiyligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatib turamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglarki, Allah hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turg'uvchidir.